Restoranda xizmat faqat ofitsiant bilan o'lchanmaydi. Restoranda mijoz ko'rmaydigan, lekin xizmat sifatini belgilaydigan 3 ta muhim figura bor. Administrator, menejer va kassir. Bugun ofitsiant ular bilan qanday ishlash kerakligini, qayerda xato qilmasligi kerakligini va qanday qilib ishni yengillashtirish mumkinligi haqida gaplashamiz. Administrator bu zalning kundalik boshqaruvchisi. U mijoz oqimi, stol joylashuvi, navbat va xizmat tezligiga javobgar. Ofitsiant nimani bilish shart? Administrator bilan smena boshida aloqa qilish, zal holatini aniqlashtirish va rezervatsiyalar haqida bilib olish majburiy. Eng ko'p uchraydigan xatolar: administratorni chetlab o'tish, muammoli mijozni o'zboshimchalik bilan hal qilish, mijozlar joyini o'zboshimchalik bilan almashtirish. To'g'ri yondashuv muammo bo'lsa darhol xabar berish kerak. Mijoz noroziligini yashirmaslik va administrator qarorini hurmat qilish kerak. Administrator jazolovchi emas, balkim yordamchi. Menejer bu tizim, qoida va natija uchun mas'ul shaxs. U bugungi xizmatni emas, butun restoran darajasini o'ylaydi. Ofitsiant menejerdan nimani kutmasligi kerak? Shaxsiy muammolarni hal qilib berishni, qoidalarni chetlab o'tishni va bugun bo'laveradi degan munosabatni kutmasligi kerak. Menejer nimani qadrlaydi? Mas'uliyat, vaqtida xabar va tashabbusni. Bunday ofitsiant tez o'sadi va ko'proq ishonch oladi. Yaxshi pozitsiyalarga qo'yiladi. Kassir pul va hujjat javobgari. Bu yerda xato qilishga o'rin yo'q. Asosiy qoidalar: chekni o'z vaqtida berish, to'lov turini aniq aytish va qaytimini tekshirish. Eng xavfli xatolar: buyurtmani noto'g'ri yopish, chegirma yoki bonusni kelishmasdan qo'llash, kassirni ayblash. Pul masalasida taxmin va keyin to'g'rilaymiz degan gaplar yo'q. Hamma narsa aniq bo'lishi shart. Kuchli ofitsiant faqat mijoz bilan emas, jamoa bilan ham to'g'ri ishlay oladigan ofitsiant. Agar sen administrator bilan bir jamoa bo'lsang, menejerni rahbar sifatida qabul qilsang, kassir bilan aniq ishlasang, sen ishni yengillashtirasan, xizmat sifatini oshirasan. O'zingni professionallikka olib chiqasan. Administrator, menejer va kassir bilan yaxshi aloqa bu ofitsiantning yashirin quroli. Muammoni yashirmang, qarorni hurmat qiling, orqadan gapirmang. Hissiyot bilan emas, professional yondashing. Administrator zal tartibi, menejer tizim va rivoj, kassir moliyaviy aniqlik. Ular bilan to'g'ri ishlagan ofitsiant kam xato qiladi, tez o'sadi, doim ishonchda bo'ladi. Yaxshi xizmat yolg'iz emas, jamoa bilan bo'ladi. Sizlar bilan menejer Asqarov Fazliddin bo'ldi. Bizning mahorat rasmiy sahifalarimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.